Birinchi Bitcoin'da analiz qilganingiz narx qancha edi Bitcoin o'shanda? 70 atrof bo'lsa kerak, 70-80 atrof bo'lsa kerak. Lekin mana shu realniy haqiqiy savdo shu yerdada, Shunaqa. spot savdodada Odam xotirjam bo'ladi. qancha tepasida aylantirdingiz? 7,5 ming dollardan shu 10 kun davomida 40-50%. Assalomu alaykum, hurmatli O'ztokinda obunachilari. Biz navbatdagi bitiruvchimiz Mashhurbek. Mashhurbek, o'zingiz haqingizda mana obunachilarga qisqacha gapirib bersiz. Yoshingiz nechida? Nima ish qilasiz? Qayerdasiz? Assalomu alaykum, men ismim Mashhurbek, 23 yoshdaman. Kriptoga qiziqish deyarli 1 yildan beri bo'lyapti. 1 yil. Ha, 1 yildan oshdi примерно. Shunga harakat. Qayerdansiz o'zingiz? O'zim Andijondanman. Sizlarda Instagramda ko'rganda 2 oy, 3 oy oldin vaqt to'g'ri kelmagani uchun aloqaga chiqmaganman. Hozirda fikrimni bo'lmay, vaqtim bo'lganida aloqaga chiqaman deb deyarli shu 1 oy atrof bo'lib qoldi aloqaga chiqqanman. Kelib boshladik kursi. Gap yo'q, gap yo'q. Xo'p, Mashhurbek mana ajoyib shogirdlarimdan biri. Nimaga desangiz, chunki har bitta gapimni misol uchun yarimtadan bitta gapni boshlashi bilan tugatib qo'yadigan kerak bo'lsa darajada bilimli bola ekanlar. Mashhurbek, xo'p, kriptoga qiziqishimga juda 1 yil bo'ldi deysiz. Demak, oldin savdo qilgansiz, to'g'rimi? Qaysi yo'nalishda savdo qilgansiz? Forexda Forexda savdo qilgansiz. Forex savdo qilgansiz. Xo'p, nima sababdan kriptoga o'tishingizga sabab nima bo'ldi? O'sha kunda eslayapsizmi? Kriptoga o'tishim kerak ekan degan narsa. Forexda ishlardim. Oxiriga yetmaganman Forexda halol haromligiga. Bu yerda tanishlarim boshlagan. Qanchadir vaqtdan keyin 2 yil davomida Forexda ishlaganman. Uzib bo'lsa ham 2 yil davomida ishlaganman. Lekin shu 1,5 yil avval yaqin tanishlarim boshladi. Forexda ishladi, ishlab ko'rdi. 1 oyga bormasdan to'xtatishdi. Ha, daskanalni to'xtatishdi. Hech qanaqa foyda zarariga hech narsaga qaramasdan daskanalni to'xtatishdi. Endi qozonga yaqin yursa qora suqadi deganda ular nimaga to'xtatgani sababini bilganimda shu gumon bo'lgani uchun to'xtatganmiz. Qadriyatli gumon. Ha, qadriyatli gumon. Halol yoki harom deganini eshitmaganmiz, anig'ini bilmaganmiz, lekin gumonda bo'lgani uchun ham to'xtatganmiz. Daskanalni sheriklarga qo'shilib to'xtatganmiz. Shu bilan keyin kriptoga o'tish qiyin bo'lgan. Qiyin bo'ldi. Ha, qiyin bo'lgan. Nimaga? Chunki Forexdagi analizlarda bunga men solishtira olmaganman. Ha, solishtira. Lekin sekin-sekin 1 oy o'tib, 2 oy o'tib, 3 oy o'tib birinchi Bitcoinda boshlaganman. Bitcoinni analiz qilib ko'rganman. Ishlamaganman o'zim. Pul solib, depozit qilib ishlamaganman kriptoda. Asosan faqat analiz qilardim. Analizlarni qilib qo'yaverardim. Qancha vaqtdan keyin o'xshaganini ko'rganman. 2 oy, 3 oydan keyin shu analizlar qilib ko'rganman. Analizlarning o'xshaganini ko'rganman. Demak, nisbatan kattaroq koinlarda analizlarim o'xshaydi ekan deganman-da, lekin kichikroq koinlar, kattaroq koinga kichikroq foiz olasiz. Take profit foydasi kichikroq bo'ladi. Kichikroq koinlarga bilim kattaroq bo'lishi kerak ekan. Shuning uchun baribir o'rganishim kerak ekan degan narsa bo'lgan. 5-6 oylardan keyin baribir o'qishim kerak ekan degan narsa bo'lgan. Lekin kimda o'qiyman, qanaqa bo'ladi degan savolga to'xtalganman. Shu bilan sizlarniki ko'rganmiz. To'g'ri. Biznikini sразу ko'rib o'sha ko'rsatishgandan keyin biz bo'lganmizmi tanlovda yo boshqalar ham bo'lganmi? Tanlovdami? Ha. Tanlovda bor. Tanlovlar bor. Bu yerda qaysi birindir, любой bittasini o'qishim kerak degan narsa bo'lgan. Любой bittasini mana yaxshi, mana yomon, mana o'rtacha degan narsa yo'q. Qaysidir kursda o'qishim kerak. Bitta ko'rishim kerak degan. Ha, ko'rishim kerak. Kriptoda ilmi qanaqa kriptoni? Kriptoni ilmi qanaqa? Men olib keta olmaymanmi, olib keta olmaymanmi? Menga community muhim, hozir aytganimdek, community muhim edi. Kurs tugatdi degani bo'ldi, men qaytib kelmayman. Men hali ko'p kelaman, xudo xolasa. Sizlardan yana narsalar so'rab. Hozir bergan bilimlar bo'yicha hammasini eshitib oldim. O'zimga ham aytdim, bularni qachonki yana ishlatib ko'rganimdan keyin savollar paydo bo'ladi. Albatta. Bularni hammasini daftarga yozib olmagan bo'lsam ham, bularni ko'pini ishlatganman, boshqa qilganman, lekin ishlatib ko'rishim kerak. Aytgan narsalaringizni boshqalar edi. Hammasini indikatorlar bo'yicha ham
grafik bo'yicha ham hammasini cho'tki qilib, aniq qilib ishlatib ko'rganimdan keyin savollar paydo bo'ladi. Keyin savollar paydo bo'lishi mumkin. Xo'p. Bitcoinda birinchi boshladim dedingiz, analizlarni. Xo'p, birinchi Bitcoinda analiz qilganingiz narxi qancha edi Bitcoin o'shanda? Xo'p. Narxini eslay olasizmi? o'tgan yilgi narxi примерно 70 atrof bo'lsa kerak, 70-80 atrof bo'lsa kerak. 70-80 atrof. 70 ming, 80 ming dollar bo'lgan. Bu hozir 60 ming dollar, 50 ming, 60 ming shunaqa atrofida yuribdi. Xo'p, tushunarli. Demak, qadriyatlarni ustun qo'yib foydadan siz kriptoga o'tib ketdingiz, spotga o'tib ketdingiz. Xo'p. Spotda mana bu qiyinchiliklarni his qildingiz baribir ham. Tushunaman. Ya'ni chunki foyda nisbatan endi kredit yelkasi yo'qligi uchun kamroq. Lekin eplasa bo'ladi. Eplasa bo'ladi. Lekin eplasa bo'ladi. Xo'p, darslar davomida siz o'zingiz ya'ni men hech kimga savdo qilishga o'zim shaxsiy puliga ruxsat bermaganman, lekin Mashhurbek akasini pullarini aylantirishdi. Qancha depozit aylantirdingiz? Boshqardingiz to'g'rimi? Kurs davomida 7,5 ming dollardan shu dars davomida ko'rsatdingiz, analiz qildik birgalikda, analiz bo'yicha. Men sizga ham aytmadim, kiryapman deb, faqat o'zim ham analiz qilib ko'rdim, ham bu yoqda gruppoviy analiz qildik, akamga tashlardim, kutardik. Примерно shu 10 kun davomida 40-50% bitta coindan ishladi. Ha. Bitta coindan shu 10 kun davomida qayta re-entry qilib, примерно 40-50% ishladi. Bu degani примерно 4 ming dollar atrofida ishladi, 7,5 ming dollar. 4 ming dollar atrofida. Bu yomon emas. Bu albatta bu eng qizig'i bu bolani o'zini puli emas, boshqaruvidagi bo'lgan pul. Ya'ni depozit asosiy bir ta'kidda turardi. Signallar qayerga ketardi? Andijonga yoki Toshkentga. Akamga o'zim rasman akamga aytaman. Men aytganim bo'yicha kirib setup qiladi, take profit stop losslarni qo'yadi, shunga qarab kutamiz. Take profitga bormasa, boshqa bo'lsa, agar fikr o'zgarib qoladigan bo'lsa, misol 20% take profit qo'ygan bo'lsa, 10% bo'lsa, 15% bo'lsa, ruchno yopib boriga shukur qilib, endi 7 ming dollar bilan forexga kirganda u 3 ming dollarga odam nima deydi? Qoniqmaydi. 7 ming dollarga kirgandan keyin eng kamida misol 5 ming dollar, 10 ming dollar yo boshqa, chunki u yerda bir lot ochadi, boshqa katta lotlar ochadi. Unga qoniqmaydi. Eng kamida 2x bo'lishini kutadi odam. 2x bo'lishini. Lekin kriptoda sabr shu narsani ko'rsatyapti. Mana shu 3040% ham u katta, u katta natija. Bir oyga yetadigan pullar kerak bo'lsa. Bir oyga yetadigan pul. 40-50% bir oyga bemalol yetadi. Chunki umumiy depozitdan bir oyda kattaroq depozit, shu bo'lsa bir 20 ming depozit bo'lsa, bir oyda 10%, 15% ishlasangiz bemalol yetadi-da. Bemalol yetadi. Ha, hamma narsaga bemalol yetadi. Bu degani 2 ming dollar yetadi degani. Agar o'sha 20 ming boshqarganingizda balki chiqardi shu narsa bir 10 ming dollar, balki 9 ming, 7 ming marta chiqardi. Shu narsa. Ya'ni bu chiqarsa bo'ladi. Kimdirlar mana misol uchun men o'sha spotga o'tishni mana endi menda ham bo'lgan, boshida mana forexda boshlaganimda spotga o'tganimda qiynalib ketasan, boshqa narsa derdi. Lekin mana shu realniy haqiqiy savdo shu yerda-da. Spot savdoda-da. Haqiqiy savdo. Mana shu sizga sabrni ko'rsatadi, pulni qadriga yetishdi, depozitni boshqarish sizga realniy ko'rsatib beradi. Lekin nisbatan emas, odam xotirjam bo'ladi. Xotirjam bo'ladi. Slif yo'q. Forexga o'xshab terlab o'tirmaydi-da. Forexda ketsa, foydaga chiqsa ham, ziyonga chiqsa ham odam shunaqa stressda o'tiradi, kasal ham bo'lib qolish hech narsa emas-da odam. Stress terlash haqida gap ochildi. Xo'p. Forexda eng katta yo'qotganingiz qancha bo'ldi? Umumiy agar bo'lmasa, agar umumiy qancha yo'qotgansiz? Umumiy boshlaganimdan beri примерно 5 ming dollar atrofida. 5 ming dollar yo'qotgansiz. 5 ming dollar yo'qotdingiz. Qaytarib olingan. Keyin qaytarib oldingiz u pulni. Hozir agar bunday agar qaraydigan bo'lsangiz, tradingda foydadasiz? Yo'q. Tradingda foydada emassiz. Forexda foyda emas. Forexda foydada emassiz baribir. Forexda foydada emas. Ana kriptoda qo'shilganlari bilan topgan pulingiz bilan ham foydada emassiz. Yo'q. Ikkalasi alohida shu. Forexdagi shotim bo'yicha примерно bez ubitga chiqib ketganman. Biz 0 chiqib ketgansiz. Oxirida
примерно bezubitga chiqib ketganman. Boshidan beri qilayotgan minuslarim bo'yicha oxirida bilimim yetardi foyda olib chiqib ketishga, lekin ko'p holatda kirmaganman, ko'p holatda. Tashlagan. Imkoni bo'lganda hozir Forexdan katta lekin uni qadriyat birinchi o'rinda baribir. Pulning miqdori emas, sifati muhim. Shunaqa. Pulning miqdori emas, sifati. Hop, mana darslarimizga keldingiz. Kriptovalyutaga moslashish osonlashdimi? Agar o'zingizga qo'yib berganda qancha vaqtda moslashdingiz? Yo hozir moslash tezroq bo'ldimi? Примерно 60-70% atrofida moslashishim, yana qayta o'zimga ishonchim, bilimlarim yana qaytalandi, bilmaganlarim o'rgandim. Endi bularni mana day trade'ni qilmaganman. Qilmaganman. Day trade faqat shu uzoq muddatga olib uzoq muddat qanaqa, bir hafta, 3 kun, 4 kun qilaman. Swing bo'lib swing emasda, u 3 kun 4 kun kutamiz. Stop loss ham qo'yilmasdi, ko'p holatda. Stop loss ham qo'yilmasdi. Ko'p holatda stop loss qo'yilmasdi. Tushsa olamiz deb ketaverardi edi. Bemalol bo'lgan ekansiz. Ha, bemalol, tushsa o'sadi-da baribir deb o'tiraverardi. Lekin boshlaganimizdan beri, endi akam to'g'riroq boshlagandan beri depozitimiz примерно -60% minus edi. 60% minus. Ha. Minus 60% minus edi. Men analiz berishni boshlaganimdan beri, mana bu 10 kundan beri deylik, 40% depozitga nisbatan qo'shildi. Olib chiqib ketdilar. Plus minus hozir 20% minusdasizlar. Shunaqa. Endi общий depozitdan biz setup qilganimizda boshqacha bo'lardi. Balki vaziyat boshqacharoq bo'lardi. Balki 40 ming olib chiqib ketardi. Shunaqa. Общий vaziyatdan, общий depozitdan foydalanganimizda ko'proq olib chiqib ketgan bo'lardi. Lekin endi har doim общийni ishlatish haliga to'g'ri emas. Ha, to'g'ri emasdi. Qachondir dalivka qilsak bo'ladi. Dalivka qilgan, dalivkani ham qancha summaga bog'liq. Mana kecha kun aytdim-ku, dalivka qilib setup qildik, tushgan sari dalivka qildik. Dalivkani eng muhimini eng tagida, zonalar to'g'ri kelgan joyda qildik. Birinchi kirgan joyimda o'sha men 20% plyus edim. Birinchi kirgan joyimda men 20% plyusda nimaga? Pastda dalivkani muhim joyini o'zi qaysidir joyda stop lossdan 1-2% tepa bo'lishi mumkin. Bo'ldi, mana shu menga oxirgi zona. Agar shu yerda dalivka qilaman, 2 barobar dalivka qilaman. Agar bu yerdan 1-2% tushsa, bo'ldi, men stop lossim yopiladi. Ha, chiqib ketaman. Shunga roziman. Tepaga chiqib ketsa, u sizni anchalar olib chiqib ketadi sizni. 0 chiqib ketadi. Shunaqa. Men shunda hey sizni olib chiqib ketdi. Shunaqa. Eda chiqib ketdi. Yaqinda Lamborghini olsangiz agar, hey deb yozib olasizda. Hey, spasibo za Lamborghini deb turib. Xo'p, Mashhurbek, mana shu darslarimizga qatnashdingiz. Eng qiziqarli, esda qolarli darsingiz qaysi bo'ldi? Menga har bitta darsdan o'zimga qiziqarli joyini topdim. Bitta darsda qiziqarli desa, boshqalari nima zerikarli bo'lib, ma'lumot olmagan bo'lsam zerikarli bo'lardi. Har bitta darsdan o'zimga kerakli ma'lumotlarni, bilimlarni oldim. Shunga har bitta dars qiziqarli bo'ldi. Tushunarli. Men har bitta sizga qiziqarli bo'libdi. Xo'p. Mashhurbek, mana darslarimiz davomida men aytib o'tdim, qanaqangi treyderlar bor. Day trader bor, swing trader bor, investor bor. 5 yildan keyin o'zingizni qanaqangi treyder darajasida ko'rasiz? Hozir bilaman, siz day tradingga qiziqyapsiz. Kuni bo'yi o'tirishga tayyorman deyapsiz. Bo'ldi, men bu soha meniki-ku. Shu depozit qilaman, boshqa narsa qilaman deyapsiz. Xo'p, 5 yildan keyin. Bu day trading boshlanishida bu tradingda. 5 yildan keyin qanaqa ko'rasiz o'zingizni? Swingda ko'ryapsiz. Swingda. Yomon emas. Swing trading kim bilmasa, bir kunda oshib bo'lgan savdolar, foydasi ko'proq, lekin ancha xotirjam. Shunaqa. Endi day trade qilaman deganim sababi bilimni mustahkamlab olishdi. Day trade'da texnik analizlarni keyinchalik o'rganib, shularga moslashib, shularga o'tamiz. Xohlasak, xohlamasak. Chunki bunda vaqt ko'p ketadi. Meni hozir vaqtim bor. Moslashib olishga, bilimni olishga, shuning uchun day trade'da qilmoqchiman. 1 oymi, 2 oymi, 3 oymi, 4 oymi, qanchadir vaqt bo'lsa ham qilaman.
javobga orqaga qarayman, qanaqa o'zgarish bo'ldi, qayerda xatolar bo'ldi, nima bo'ldi, unga qarab turib sekin sekin o'zgarish 1 kundan 3 kungacha kattaroq time framelarda 4 soatlikda, 1 soatlikda, 1 kunlikda undan keyin sekin sekin kattalashib ketaveramiz. Undan keyin o'sha texnik analizga qarab, fundamentalga qarab, kelasiga qarab swingga o'tamiz. Xohlasak, xohlamasa. Qilgan foydalarimizni xohlasak baribir nimaga swingga o'tkazib ketamiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Mashhurbek, men sizni hech skalpingni ko'rmadim sizni. Skalping sizga qandaydir to'g'ri kelmadimi? Yo'q, skalping unchalik muhim emasdi. Nimaga desam, menga to'g'ri kelmaydi. Aniq analiz qilay. Skalping muhim emas. 5%, 3%, 10% yoki pump bo'lishi muhim emas. Analiz bilan o'xshasin, o'zim qilgan bilimim bilan o'xshasin. Pump bo'lganda hamma odam foydalanoladi-da. Bu odam bilimi ozroq bo'lgani ham, bilimi yo'q odam ham sherigidan so'rab pump bo'lganda foyda qilsa bo'ladi. Lekin har kungilikda faqat o'sha bilimi bor odam foyda olib chiqib keta oladi. Bir hafta davomida foydadami, foydada emasmi? Bugun dushanba 10% foyda qildim. 2 kun 3-4% dan minus qildim, 1-2% foydada turibman. Haftaning oxirigacha 10-15% bilan foydada chiqdimmi, chiqmadimmi? O'sha bir haftaligiga qarayman. Men rate qilaysiz. Ha, men rate qilaman. Qanaqa o'xshayapti, qanaqa o'xshamayapti. Endi skalpda to'g'ri, uncha to'g'ri kelmaydi menga. Asosiy o'zim analiz qilib, aniq faktlarni, sabablarni ko'paytiraman. Entryga. Sabab qancha sababni ko'p qilsam, shuncha xotirjamroq bo'laman. Minusda bo'lsa ham, o'zingiz ko'rdingiz. Hali ham ishonchim bor o'sishiga. Yo'qotmadingiz o'zingizni. Ha, shu maslahat qilayotgan coinimizda. Minusda bo'lsa ham, mana 3-4%, 4-5% minusda bo'lsa ham, stop lossga yaqin turgan bo'lsa ham, o'sishiga ishonaman. Stop loss olsa, qayerdadir xato qilganimni bilib, shunga qarab dars xatoyimni tajriba bo'ladi. Gap yo'q. Xo'p, mana shu darslarimiz vaqtida bizda nisbatan qanaqadir qiyinchiliklar bo'ldimi yoki qiyinchilik emas. Uzr. Kamchiliklar bo'ldimi? Chunki har bitta odamning o'zining kamchiligi bor. Kimgadir ko'rinmaydi, kimgadir ko'rinadi, kimgadir ko'rib turib ko'rmaganlikka ham oladi. Shunga o'xshagan narsa bo'lgan bo'lsa, shu yerda gapiring. Biz negativlarni to'g'ri qabul qiladigan bo'lib qoldik. Hali hech kim bilan urushib, boshqa narsa yo'q. Muhimi, balki bizdanda zo'r treyderlar bordir. Balki. O'shalarning qatoriga biz ham chiqish maqsadimiz. Kimdadir yaxshi narsa o'rgangan bo'lsangiz, yo'q, men unda zo'r narsa o'rgandim, sizcha bo'lmadi degan narsa o'ylagan bo'lsangiz, bizga o'sishga narsa bo'ladi. Tushunyapsizmi? Shu ertaga bir-birimiz bilan ko'chada ko'rishib qolganimizda ham, buni anaqa edi degan yomon gap bilan emas, yaxshi gap bilan eslab, kamchilik bo'lsa ham yaxshi inson degan narsalar bo'lsa-da, shunga o'xshagan. Bo'ldimi bu kamchiliklar? To'g'risini aytavering, men xafa bo'lmayman bu narsadan. Kamchilik dars davomida o'tirib o'rgatdingiz. Men 0 dan boshlamaganim uchun kamchiliklarni ko'rmadim. Nimaga? Faqat o'zimga kerakli joylarini oldim. Kamchilik ko'rganimda yoqmagan bo'lardi. Kerak bo'lsa dars davom ettirmasdim. Pul muhim emas bu yerda. Bu yerda olayotgan, o'rgatayotgan inson muhimda, o'qituvchi muhim. Qanaqa bilim beryapti, qanaqa tushuntiryapti, shunisi bog'liq. Men kamchiliklar ko'rmadim, o'zimga kerakli joylarini oldim. Endi ishlatib ko'rib, yana savollar bo'lganda, xudo xolasa, aloqada bo'lamiz. Xudo xolasa, aloqada bo'lamiz. Bu narsada umuman muammo yo'q. Ustoken trade eshiklari o'quvchilar uchun doim ochiq. Har doim aytib kelaman. Bu faqat o'quvchilar uchun emas, hamma uchun ochiq. Xudo xolasa. Xo'p. Mana shu darslarimizga qatnashishni oldingiz imtihon topshirasiz. Mana shu imtihonga qanaqangi qaraysiz? Oldin tushirganmi shunaqa imtihonlarni? Yo'q. Tushirmagansiz. Yo'q, endi boshqa joyda ham yo'q bo'lsa kerak deb o'ylayman, bilmadim. Qanchalik boshqa odamlar bunaqa qo'yadi, chunki bu zo'r taklif. Kelayotgan o'quvchiga, kelayotgan odamlarga zo'r taklif. Nimaga? Sarflayotgan puliga achinmaydi. Bilimi yetmagan joyiga pul beryapman deb o'ylaydi odam. Shunaqa.
bilim mana shu narsaga yetmabdi, shunga yarasha pul beryapman ekan deb o'ylaydi. O'zi asl maqsadi ham shu. Ya'ni bilgan bilimi uchun, endi bo'lganda oldin shunaqa narsa. Kimdir zerikib qoladi, boshqa narsa bo'ladi. Endi to'g'ri tushunasiz. Endi misol uchun uni sharoit tushunasiga yetibdi, jamoaviy bitta qatnashyapti. Lekin misol kimdirga qiziq, kimdir bitta sal zerikib o'tiradi-da, shu narsaga ham pul to'ladimi degan narsa bo'ladi. Men bu narsani bilardim deydi. Shunga o'xshagan narsa. Atak pul to'lamagandan keyin jim eshitib o'tiradi, chunki soqqasini to'lamagan, просто qaytarib o'tiribdi shu narsani. Ya'ni bu yaxshi taklif. Menga balkim to'g'ri kelmagan bo'lardi. Agar 100% pulini to'lab o'qiganimda, bilgan narsalarimni eshitganimda odam psixologiyasiga noto'g'ri tuyulishi mumkin-da bu narsa. Bilgan narsalarim o'tyapti, men mana shu narsaga pul to'ladim degan narsa bo'lib qolishi mumkin. Lekin kelib shu narsani o'zim so'rab topshirdik. Pulimizga yarasha o'qidik, pul to'ladik. Xudo xolasa bu to'lagan pulimdan ko'proq ma'lumot oldim. Rozisiz bergan pulingizga. Mana shu muhimi shu narsa muhim. Chunki baribir ham nima desam kerak, kimdirlar aytadi boshqa narsa, bu kurs pul ishlab emas, boshqa bir narsaga yaratdi endi bizga bu narsa. Tushunyapsizmi? Muhimi shu narsani rozi qilib olish. Muhimi shu. Rozi-rozichilik. Xo'p, Mashhurbek, bizni ta'limimizga qo'shilganingizga kattakon rahmat. O'rtamizda qanaqadir kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, balki aytishga uyalgandirsiz. Ming bor uzr so'rayman, komanda nomidan ham, o'zim nomimdan ham sizni keyingi bizni xudo xolasa mana shunaqa seminarlar qiladigan bo'lsa ham kutib qolamiz. Jamoamiz eshiklari doim siz uchun ochiq. Amaliyotga bemalol kelishingiz mumkin. Tanishganimdan xursandman. Mashhurbek, o'zingiz ehtiyot qiling. Yana kelamiz. Mayli, charchamaysiz.